Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana keyingi joylarga yangi zakazlarimizni olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 2 dona eshik, 2 dona romimizni olib kelib o'rnatdik. Eshiklarimiz bittasi 2 qanot, bittasi 1 qanot. Hozirgina obzor qilamiz. Eshigimiz high-tech fasonda. Materiallarimiz doimdek 08 MDF. Ruchkalarimiz doim o'sha original ruchkalardan. Ochilib yopilishlari mana ustomcha qilib bo'ldik. Hammasini ochilib yopilishlarimiz ko'rsanglar bo'ladi. Oynalarimiz gelmetiylangan, eshiklarimiz polniy rezinkalangan. Bu yerda 2 qanot eshigimiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Ochilib yopilishlari normalniy, yaxshi, juda chiroyli. Bu yoqda romimiz, ikkinchi romimiz narigi tarafda. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, doimgidek o'sha nomerlardamiz 95 864 20 00 da. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoga like bosinglar, sog' salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.